Biz endi navbatdagi mavi rayonlarga ulan bergan, ya'ni eng yangi mazmunlar ulan bergan. Shunaqmi? Endi ustidagi başbayat, xabarlar, mahsulotlar, mulozmatlar, hamkorlik, aloqalar bu turlarga ulan berib boqaydi. Bu o'ringa ulan berib boqaydi. Endi buningga ularni berishning oldida biz cho'qim qanday qilamiz? Yana bet yasaymiz. Masalan, men Olimjon degan betni bir nusxa ko'chirib oldim. Yana bir nusxa chopladim. Buning o'zi mazmun xabar mintami bu? Unda bo'lsa mana nemisga qo'yib oldim. Hamda men Olimjon degan bosh bet qolma bu. Bu indeks bo'yicha bo'laversin. Hamda indeksimi turaverdi. Hamda men mayada men nevisni hozir ochaman. Ochgandan keyin bu nevisni buni ochaman mayada. To'g'ri ko'rishda, ha? Bu nevis qayerdan bo'lsa bu xabar bo'lish kerak. Bu eng yangi mazmunlar o'tirlar yo'qish kerak mayada. Shunday-ku. Shunday bo'lganki xabar mazmuni bo'lish kerak-ku bu yerda. Xabar mazmuni, xabar tizimi bo'lish kerak. Hamda bu nevis mushu. Buningdan ma eng yangi mazmunlar, modellar hammasini yo'qitamiz mayani. Eng yangi mazmunlar, tavsiya mazmunlar qurmushmi? Tayyor. Mashachiga qur. Mashlar bir yo'qotgan pete nekakcha eng aslinqi mashakakcha. Men yumshatal degan bu yoqib qolsin, mashakakcha. Buni bovson qilyapti. Endi o'zini qayta açsak, maya chiqdimi? Andan keyin bu yerga biz buning mazmunini yozamiz. Buning mazmuni qanday bo'lsin? Buning mazmuni Bunun mazmuni buna sizlab ayırılıp, ha? Madem xabarniki mazmun shunaq kimi shunaqa, anan keyindan mayaga yo'llangan vaqti mayaga ko'rilishi shunaqa. Shuna olganda 20 qor 300 dan qilib qo'yma. 20 qor 300. Endi men bu yerni taxmin boshqa qilish uchun eng yaxshi bu ayrim table sizay. Table ID'si yo'q. Bordersi tang bir bo'lsin. Egiziga 100%. Kendin belgimsen buludan. Tevlim arkadaşlar emri bu yege. TR. Benim TR. TD. Boş. Hem de bu yerde. Bunu kararmasak her bir kurda 3'ten son buluş gerek ya şuna koy. O'xshash qilish kerak, shunami? Bundan o'g'il men tiyardan nechni qilishim kerak? 1 2 3. Unda bo'lsa. Men birinchi tidiniki mazmun 14 dan boshlayman shunaqa. Ikkinchi tidning mazmuni o'ttirda o'ransin. Uchinchi tidiniki, uchinchi soni mazmuni bu motorun to'g'rilansın. Endi men qurni ko'payib ko'chirib 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu buna qilay bo'lmasa. Men qolgan uchib turib olmay mazmun yozilay, ya. Bu Makan yazıp oldu. Yani bu yerge ikinci son yo'llanma vaqti 2014 yil
Birinci ayının 25. günü. Ko'rish qadim soni 1500. Mana bundan ko'charay endi. 1 2 Mana bo'lsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Konsol minus ko'chirdim ha. Mana qarang, mana qanday chiqdi? Bo'ldimi bu? Lekin endi qolgan qismi mana jadval ish ketgan. Mana jadval ish ketgan. Endi men bu jadvalninki kengligini belgilab qo'yaman. Yakimiz may uchirsam, navbatga ustungi jadvalga bir tosh keldi, materialni uchirsam. Bo'ldimi? Endi buning kengligini belgilaymiz. Kengligi. Yana sizga birinchi sonun kengligi belgilab bersak, qolgan sonun kengligi avtomat tanishibdi, lekin biz qoida bo'yicha amini kan ishlatdik, ha? Birinchi sonun kengligi. Birinchi son 100% bo'lsa 100% bo'lsa 70% qismini maishlasin. Birinchi son 15% qismini maishlasin. Mana yapınsa bo'lmaydi. Yana 15% qismini maishlasin. Endi buni saqlab ko'rib baqla. Mana bo'ldimi? Lekin pirsam chiqqan vaqtda mana ba'zi xatolar kelib chiqishi mumkin. Ustidan bilan chiqib oldim mana. Shunga yenilan buni qanday qilamiz degan vaqtda table borders term 1 kengligi 100% bo'yicha chiqsin. Endi men ostiga yana table aqlashimiz. Endi mayada buni biz endi ko'rib baqla. Bo'ldimi? Bayatda men chiqib qolgan bu yerga xatolikni bayatda men bayqamagan. Endi bayqishimcha qanday xatolik bor degan vaqtda men ustingini men tayyor og'ilish bo'lgan. Mana tayyor og'ilish bo'lgan. Bu maqsaddan. Shuna qo'y. Lekin bu tidinchi ekanmisa bu qanday chiqmayaga? Endi channelma TR başlansın. Nimaga? TD başlansın. Anonun ikinci. Anonun keyin nimaga? TD oxirlasin, yana TR oxirlasin. Endi olsin bezvatdim. Anonun keyin qaydan bo'lsak, nima bir narsani ichi chiqdimi jadvalga? Bir jadval ichi chiqdimi? Lekin men beshigini qalayonqon qilyapti ustini. Biz bunu qanday o'shaymiz ham deyman, usti qolsangiz boshqa xabarlar joydi-ku mana bu. Unda o'z meni pirsam chiqib baqay, ha. Bu ham joy turasizmi deymiz. Endi bu yerdagi materialni men kesib oldim. Bunu ko'chirdim, majara keldimi? Bir narsa bor. Lekin men mushu TD-niki to'lqin qiymatni men neson bu 1 2 3 4 5 6 so'm tan qilmasam bo'lmaydi. 6 tan bo'ldimi? Anoniki taybulni kesib olgan taybulni men chapladim. Nima bo'ldi bu? Xo'sh. Anoniki. Anoniki. Bu ne? X'ne? Y'ga yapayım. Y'ga
40 olsun. Ne oldu? Yine ama image'den 36 40 ondan olsa bunu ben başka şey yazda iş koşayım ya. Bu ekrandan işlegen vaqtda mani ko'chirib oldim. 56 ekan go igizga. Shunami? Buni mana chaqib oldim. Bu nevis degan qavataylik bo'lsin. Shunaqa bu javresim qana bu. Tushundingmi? Endi men buni har bir shu qurninki so'nichiga arkadaşımdan imajning ichidagi nevis bir chiki jayev mani ispadim. Bu maya kelsin. Mani tehronsin. Mani tehronsin. Olsun besib o'tdim. Endi ko'ramiz mani. Mani tertib chiqdimi? Lekin igiziga nechta? Igiziga 56. Hemen 40 qilgan. Igiz 56. Igiz 56. Anamdan keyin men ma table ishlik table qilma bu. Bu table'ga ID tang nevis deb yozib qo'ydim. Ana ustidagi bu ID tang nevis deb yozib qo'ygan sabab nima degan vaqtda mush nevis degan ismdagi navbatdagi mush jadvalniki sirtqi sig'ini kontrol qilmoqchi. Masizliklarni men kontrol qilmoqchi. Tushundingizmi? Bordersni mayani eletma. Eletdim-ku. Mayat borders qamadigan-da. Mush styleniki ichiga. Mayaga, stylening ichiga, mazmun oxirisiga mayaga. ID cheka vaqtda 5 qutib berishdim. Ondan nevis boshliq, matnni ichib berdik. Ondan keyin enter masluq bu nevis degan ismdagi obyektniki, ya'ni jismniki bordersi atrofi. Qiymati 1 piksel, siziq solid, normal siziq olsun. Rengi qutub belgisi 555. Qiniq qaramasa, normal qarab olsun. Endi biz mana tanani yapib baqla. Saqlab etdim. Qasın bir ramka bayadi. Shunaqa. Endi men buni qilmay bo'ldi. Mani qilib baqdiq hozir. Mani qilmay. Hozir men shu qani bu? Shu hozir. Bu yerda men bordersni nol qo'yay, ya. Bordersni nol qilyaptim. Men sirti jadval bo'lgandan keyin bu nol bo'laversin. Endi navbatdagi mau jadvalniki men qurgan. Ish qo'shma. Qurmushmi? Küçüdüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne buldum ha? Bunda da çıkartıldı ki hani her bir durga mouse'ni yig'ib basa rang o'zgargan qilib buni o'zini aldırmay qilmasini bo'ladi. Tushundingizmi? Endi men ustidagi mazmunni o'zgartiramiz. Ustidagi birinchi qurni o'zgartirlar. Birinchi qur. Hani men endi 11 qo'tay ya mana. Shuni birinchi qur. Bu bosh mazmun kelsa shu 10 qur qilib qoldi. Mana. Xabar temisi bo'lsin. Buningki taylik rangini
Rang bo'yi chiqmay. Resim bo'yi chiqmay, rang bo'yi chiqlay, ya. Masalan 99EE. Mana bo'lsin. Xabar temiz deganlik. Mana chiqdimi mana bu? Bundan olsa bu 99 bo'yicha bo'laversin. 99 939. 39'un o'zi 690 oldu. Bak qop ketdi mana bu. Shu ev olsun. Ma buldum ha? Ne olsa 3 tal. 6 tal ERP. Onlara bolsun ha? Bunun o'zi nima endi? Qayerga rangini? Ko'chirib. Mayadiki. Ma resimlarni qoplayman. Bunimi ma resimlarni qoplayman. Andan keyin ma xabar timiz yig'ma o'tirib chiqsinmi? Masha yozman qo'y. Bu o'tirig'iga o'rlashib berdik buni. Xo'sh, andan keyin mana ko'rib boqamiz. Mayada bir narsa fatal yuzbadi. Bir narsani tirnoqni yapmoqchimiz. Maniki. Ana bo'ldimi bu? Bo'ldi. Ma mazmun o'zgartiramiz endi. Mava. Vaqti. Avatlıqı. Taxlibat toq. Ana bo'ldimi? Bo'ldi. Biz asıl sirab, biz aşağısak bo'ladi torbat deganda. Şunu bilan başbat xabar. Bu ikisini bir-biriga ulab baqandiq. Ma başbatimiz eshitsin, xabarimiz ma xabar eshitsin ulab baqandiq. Bunda olsa ma xabar beti ne shunday qo'y. Ma başbatchi indeks shunday qo'y. Unda olsa ma o qaysbat ma nevis xabar beti qo'y. Xabar beti ma ustidagi başbat degan mayaga. Bo'shliq ay. Endi tirnoq ichib oldik ay bo'shliq. Xirif tan indeks html. Qo'shib yipatdik. Tirnoqni yipatdik. Ana mayaga ayni oxirlashtiramiz. Mayaga emas, cho'qim masha bo'lish kerak. Andan keyin xabarlar yangi. Ay xiriftan news html. Buni ma oxirlashtiramiz. Ana ma ikkisini ma boshqalarning xabarligini barham ko'chirib olay. Ko'chirib olib ma boshqatga kelgan vaqtda ma boshqatni indeksini. Buni qayd ulanma qilib yezib o'tmasam-mi, mushkisiga bo'ya bilan chaplasam bitdi-ku. Bitdimi va buni bavson qilib o'tdim. Endi mana yanab ko'rdim. Ma xabar bitdi hozir boshbat qolavi. Ammo yo'q qolibdi-na. Ma u boshbat. Boshbat ishlayib berdi. Ma xabar bet. Ma boshbat. O'tma. Torbatga mashina bo'ldi. Her bir ulanma cho'qim bir ayrim bir bet bo'lish kerak. Ma boshbat bir ulanma shunaqa. Buning bir ayrimga jasaymiz. Xabar buning ayrimga jasaymiz. Mahsulot buning ayrimga jasaymiz. Mo'lmak ayrimga jasaymiz. Hamkorlikqa aloqalashishga her bir turga ayrimga jasaymiz. Yana tor bekitimizni qurg'on qizda ko'rsaymiz. Marhamat degan ma mazmun bo'landimi bu? Mazmunga ayrimga jasaymiz. Shuna vaqonda bir tor bekitda ner bir 13 parcha tarmoq bet bo'lish kerak. Tushunib bo'ldimi? Xo'sh, shuning bilan ma qism bir qurmay oxirlashdi. Endi qolganini mahsulot deymiz, mo'lmatlar. Ana mahsulot kelgan vaqtda rasmni joy-joy o'rlashtirish, rasmning ostiga tushandish, yezish bu qismlarni so'zlaymiz. Shunga hozirgi sizning eng asosiy o'rganadigan hozirgi mush darsning asosiy o'rganadigan yeringiz mush xabar betini mushna o'lchamlik yasash jarayonini hozir mashq qiling.